Assalomu alaykum. Hafta tafsilotlari bilan World Day News kanali hafta davomida bo'lib o'tgan voqealar bilan o'rtoqlashamiz. Bu hafta dunyo diqqat markazida Eron-Isroil o'rtasida keskinlik yanada portlash darajasiga yetdi. So'nggi kunlarda ikki tomon o'rtasida o'zaro zarbalar va tahdidlar kuchaydi. Harbiy harakatlar ehtimoli tobora ortib bormoqda. Ayrim manbalarga ko'ra strategik hududlar nishonga olingan va ikki tomon kuchlari safarbar qilinmoqda. Shu va boshqa yangiliklar bilan videomiz davomida. Buyuk Britaniya AQShga Britaniya bazalaridan foydalanib Hormuz bo'g'ozidagi Eron obyektlariga hujum qilishga ruxsat berishga rozi bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Buyuk Britaniya ancha tezroq harakat qilish kerak edi deb aytdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi esa Ser Keyn Britaniyaliklarning hayotini xavf ostiga qo'yayotganini da'vo qildi. Tramp shuningdek AQSh Eronga qarshi operatsiyalarini to'xtatishni ko'rib chiqayotganini, ammo boshqa davlatlar neft uchun muhim yuk tashish yo'li bo'lgan Hormuz bo'g'ozini qo'riqlashi kerakligini aytdi. Ammo Eron tashqi ishlar vaziri Qo'shma Shtatlar o'z tajovuzini to'xtatishga tayyor emasdek tuyuladi dedi. Shuningdek, Eron Yevropa shaharlariga yetib borishga qodir ballistik raketani uchirdi. Ikkita raketa Isroilning temir gumbaz mudofaa tizimini teshib o'tib, yadroviy tadqiqot markazi yaqinidagi Dimano shahriga zarba berdi va 140 kishi jarohat oldi. So'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun obuna bo'lishni unutmang.